Birinchi Valentino oyoq kiyimlarimiz narxi chilparchin bo'ldi. Atiga 99 ming. 99 ming men chilparchin deb turib. Hozir kelishib oldik. 99 ming qo'yamiz dedi. Kelishmadim siz bilan. Endi kelishaman. 78 qo'yaylik. Jinni bo'lib qo'ygansiz. Hozir 99 mingdan past ko'tarmaydi. Bo'ldi. O'zi 170 ming sotilgan oyoq kiyim. Nima qilib? 99 mingdan 69 ming qo'yamiz. O'rtoqlar, mana shunaqa Valentino oyoq kiyimlarimiz ichlari mexli, har xillari chiqqan. 69 mingga qo'yib yubordim. Toshlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Brendoviy to'g'ri aytdilar. 170 ming, 130 ming har xil narxda sotilgan, lekin bitta narx qilib 69 mingga qo'yib yuboramiz. 69 ming o'rtoqlar, suv tekin bo'lib ketdi, ko'rasizlar. Mana shunaqa narx qilib men o'zim zo'r skidkalar qilib berdim deysizlar. Kelinglar, obzorni ham bitta ko'rsatib yuboring. Men modellarni qaranglar, tegilarini qaranglar. Qanaqa zo'r brendoviy sotilgan, qimmat sotilganda bular. Mana даже necha pul sotilgan narxi ham qolib ketibdi, eski narxi. Endi esa 69 ming so'mga olib ketaverasizlar qizlar. Qo'nji baland modeli, past modeli, xullas har xilidan olib kirib qo'yganmiz. Mana bular ham bor, mana bular ham bor. U oldingilarni ham ko'rsatib yuboring, mana ularni ham. Ana rozoviy qo'shilganlari mana bunaqa aralash narxlarda chiroyli hammasi 69 ming so'm aralash narxida sotilganda 69 ming so'm bular. Mana bu oldilaridagilarni qaranglar. Tillarang aralashgani bor mana. Orqasida originalligini bilsanglar bo'ladi-da, ko'rasizlar. Mana endi mana buni qaranglar rangini. Mana buni qaranglar. Zo'r narx chiqardik. Xullas suv tekan 69 mingga olib ketaverasizlar. Xohlasanglar 12 ta viloyatga dastavka qilib beramiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Qilib beramiz, ha. 69 ming. Men sizlarga 2,5 yildan beri skidka qilamanmi? 69 ming qilib berdim. Olib ketaveringlar. Ichlari mexli, zo'r. 69